Mana ketdik. Birinchi bo'lib CapCutga kirib olamiz. Keyin o'zimizga kerakli bo'lgan videoni tanlab olamiz. Men bittani tanladim. Shunday qilib kirib olamiz. Oxirida CapCut so'zini olib tashlaymiz. Keyin ozgincha nima qilib olamiz, chunki ko'payib ketishi mumkin videolar, uzun bo'lib ketishi mumkin. O'zimizga kerakli bo'lgan so'z yozamiz. Men prosta sizlar uchun namuna qilib yozdim. Menga mana bo'lish unutmanglar deb yozib, xohlagan stikerimni qo'yib qo'ydim. Sizlar ham chiroyli stiker tanlab qo'yishingiz mumkin. Fontni bosib, Rubik degan so'z qidirasizlar. Keyin mana birinchisi chiqqan, navbatda Wi-Fi ishlamay qolgan, ozgincha shuning uchun ishlamay qolgan. Короче, birinchisini bosaverasizlar. Keyin mana shunaqa bo'ladi, so'z bo'ladi. Keyin birinchisini bosasizlar. Nima deydi, bas ko'rga bosib, o'sha ikkinchisini tanlab, oq rangni bosib olamiz. Keyin men ko'pincha hozir 35 qilaman. Keyin o'zinglar bilasizlar, yana ham 35 emas, 20 qilinglar, xohlasanglar boshqa narsa qilinglar. Shunday qilib, keyin to'g'rilab olamiz so'zni. Mana oxirgi olib borib olamiz. Mana videoni ko'rsatib ketaman. Keyin undan keyin ikimizni yozib olamiz. Xohlasanglar mendaqa yozinglar, xohlasanglar o'zinglarni bilganinglarni qilaveringlar. Men shunaqa qilib yozaman deyman. Estetik Chanel deb yozib oldim. Nickimni yozib oldim. Keyin bu yerda ham nimani bosaverasizlar, Rubikni bosaverasizlar. Undan keyin animatsion degan joyiga bosasizlar. Короче, animatsion degan joyiga bosib, ana qidiradigan lupa turibdi, shuni bosasizlar. Bo'lmasam topolmaysizlar. Keyin image overlay deb yozib olasizlar. Keyin birinchi chiqqan o'sha shishali nima deydi, effekt bo'ladi. Keyin shuni to'g'rilab olasizlar. Xohlagan joylarga qo'yasizlar. Endi o'zingizlarga qarab. Oxirga borib olamiz. Ikkita usuli bor. Uni ham hozir ko'rsatib ketaman. Video oxirida bor u ham. Shunaqa video chiqdi. Undan keyin xohlagan stikerlarni qo'ysanglar bo'ladi. Hozir trend bo'layotgan o'sha nima deydi, qormi, nima yaltiroq zarli nima hozir trend bo'lyapti. O'shani qo'yib olaman. Men hozir bitta qilib qo'ymayman. Ikkita zarlini ikkita qilib qo'yibman deb, bo'lmasam zar uncha yaxshi ko'rinmayapti. Zarni ham oxiriga olib borib olasizlar. Keyin xohlaganinglar qo'ysanglar bo'ladi, o'zingizlarga qarab. Har xillar bor, chiroylilar chiqib ketgan hozir. Shunaqa nimalar bor. Qo'yaverasizlar. Hozir bitta yaxshi turmadi, boshqa joyga qo'ysanglar zo'r turadi deb o'ylayman. Buni ham oxiriga olib borib olasizlar. Keyin oxirdagi olib borib bu o'rinni bosasizlar, keyin birinchisini bosasizlar. Qaychi o'sha nimani editni bosib, keyin bir-biriga bosaverasizlar. Shunaqa chiqdi. Bitta sal nima bo'lib ketdim, chalkashib ketdim. Burasini yekib ketdi. Qarshi to'g'rilab olasizlar. Nikim teparoqda bo'lib qoldi. Shundan to'g'riladim keyin. Pastdagi stikerni yozuvni, короче, bu yerda turgani yaxshi emas. Shuning uchun tepaga olib qo'ydim. Anonida. Bu CapCut Pro qiladigan nima emas bu. CapCutsiz. Короче, Pro emas-da bu. CapCut Pro'siz estetik video yasashda o'zi bu video. Misol bo'lsa ham sizlarga foydali degan umiddaman. Reklama berib qoldim.
uni olib tashladim shu joyni. Короче, keyin shunaqa qilib aylantirib olasizlar. Kutasizlar deganim. Kutib bo'lganinglardan keyin chiqib ketasizlar, chunki effekt qo'shishinglar kerak, bo'lmasam estetik chiqmaydi. Men o'zi CapCut Pro'im yo'q, lekin oldin Replay degan nima bor edi, effekt shuni zo'r edi. Rosa zo'r chiqardi, keyin nimagadir ishlamay qoldi, shuning uchun boshqasidan ishlatyapman hozir. Sharpen edexmi shundan ishlatyapman. Qaranglar, yaxshilab e'tibor qilinglar. Birinchisi, вообще tegmaysizlar. O'zbekda tegib o'zi unaqa qilish kerak emas. Kirganinglardan keyin faqat oxirdagini 0 qilasizlar bo'ldi. Qaranglar, o'zbekda estetik chiqmadi. Ikkinchi marta qilyapman hozir, yana shuni bosib, tagidagi 0 qilyapman. Ko'ryapsizlar, ikkinchi marta qildim. Shunaqa ikkinchi marta qilsanglar shu effektni, sal yaxshi chiqadi, lekin ham o'zinglar bilasizlar. Men 3 marta qilganimdir, qanaqadir yaxshi chiqdi-da. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Shu effektni qaytarib 3 marta qildim. Sizlar ham 3 marta qilsanglar, xuddi Replay degan o'sha estetik video effekt ishlatadigan effekt bo'lib chiqadi. Вообще zo'r. Buni men yaqin o'rganib oldim. Qo'lim bostirib ketdimi, короче, shunaqa qilib o'rganib oldim-da. Qo'yilib ketdi, o'zidan o'zi effekt. Keyin qarasam, shunaqa zo'r video chiqyapti. Keyin ko'rasizlar, короче, mana ko'rasizlar. Qanaqa zo'r video chiqdi, to'g'rimi? Sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman video. Videomiz oxiriga yetib qoldi, o'rtoqlar. Like, подписка, komment yozish. I just get so nervous.